Bo'pti, men ketdim. Qaqa? Ramazon aytaman. Oma kech qolsang kabatakdek cho'pagi bilan uraman. Ayzaxon! Chiqasanmi? Qaqqa? Ramazon aytamiz. Bo'ldi, ketdik. Yur. Endi kimni chaqiramiz? Tohirni chaqiraylik. Ha, sevgilingizmi? Bori. Tohirjon. Ha. Chiqasanmi Ramazon aytamiz? Hozirdan so'ray. Dada Ramazon aytgan chiqsam bo'ladimi? Balodami ko'chada o'zi uylanadigan katta bola bo'lib turibdi. Yes! So'kinardi bu ro'zada boravering chaqir. Kapmatda bo'lib qolman, men chiqmas ekanman, men uylantirar ekan. Chiqarkan. Chiqmas ekan. Ikki kishi kamlik qiladi-da. Umidan chaqirsa-chi? Uni churaqalari bor. Ukalar bilan chiqsa chiqursin, boshqa iloj bormi? Ha, bo'pti-da. Ketdik. Qaranglar qizlar, xo'no momo xolaniki borib aytamiz, xo'pmi? Zulfiya xolaniki boraylik. Jinimizdan so'kib haydaydi, ketdik momo xolanikiga. Ramazon aytib keling eshigingizga. Ha, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Olib chiqing, tog'araga sap chiqing. Tog'araga sig'masa, etagingizga sap chiqing. Ro'za keldi, bildilaringmi? Qozonga yo'q, qo'ydilaringmi? Bizga bir tovoq berdilaringmi? Men senga nima deb edim? Kech qolma deyodimmi? Maka endi. Ramazon oylari yaqinlashyapti. Bilib bilmasdan dilinglarni og'ritib qo'ygan bo'lsam, meni kechiringlar. Xo'p, Umida, bo'ldi. Rahmat. Xo'p. Astag'firullah. Voy opajon, ro'zingiz endi ro'zingiz ochildi. Tuplab tashlayman, tuzini ko'rgan edim, Umidaxon. Tuplab tashlayman hozir. Baribir buzildi. Tuplab tashlayman degandim u. Voy deb ro'zada pomada surib bo'lmaydi, ochilib ketadi. Ro'zingiz mumkin emas buni surish. Voy opa, ro'zada mumkin emas. Voy opa, ro'zada mumkin emas. Opa, ro'zada mumkin emas. Birinchi xurmo bilan ochadi, suv bilan emas. La plaque Marisol s'adéquat. À côté de la plaque Marisol s'adéquat. Umida paqara yangi duh keldi. Duh, men siz hech ham duh demagan ekanman. Opajon, mana shu yostuqlarni men ko'rpachalarning ustiga taxlasam bo'ladimi? Ko'rpachalarni bilmadim-ku, lekin siz oyijoningiz shugina ko'rpachani qildilarmi? Meni oyijonim 40 ta ko'rpacha va undan tashqari yostiqlarni ham qilib berganlar. Sizga shuginami? Voy, oyijon qilgan ko'rpachadan gapiryaptimi? Voy, Ayzaxon, men stinkalarni skidkada olib sizga kecha Instagramda ko'rib qoldim. Shu chinilarni xolos qilibsiz, muncha kam. Men yangi kelinligimda $3000 sarflab stinka idishni olganman. Qaynukam olib bergan $300 stenkani gapiryaptimi? Hoy kelinglar, chop kelinglar. Voy, oyijon, ani kichkina keliningizni hayitligi jicha kelibdi. Ayas kichinasi jo'natyapti. O'shan choy bilan yeymiz-a? Kichkina kelini gapirasiz, o'zingizni oyijoningiz hech narsa olib kelmagan-ku, hayitli. Hoy kelinglar. Lafiya oyijon! Voy nimaga hamma ivirsib yotibdi, to'zib yotibdi. Ro'zamiz-ku oyijon. To'g'ri. Endi charchab qolamiz-ku oyijon. Biza paytda chillada ro'za tutardik. Undan tashqari ovqat qilardik, sigir tegini tozalardik, sigir sog'ardik, non yopardik. Mana shunaqa mendan o'rganinglar. 24 ga 7 uxlab, qoyillatib qaynonangning xizmatini qilgan deb gapirasan. Kimsizchi? Voy, azizlar, shunday yengim ishimlar bor, iltimos qiynaldim. Voy, hozir men siz yengingizni shimarsam, siz menga shaxsiy yuk bo'lib qolasizmi? Butun umr siz yengingizni shimarib o'tib ketamanmi? Psixologlar aytishi bo'yicha hamma o'zini ishini o'zi qilish kerak ekan. Azima, bolaga qara. Bering. Voy, hozir men bolani olsam, siz meni shaxsiy energiyamga ta'sir qilasiz. Bola bitta menikimi, siznikimi? Psixologlar aytishi bo'yicha bolaga erkak kishi ham qarash kerak ekan. Shuning uchun siz o'zingiz qarang. Voy. Voy,
Ayzaxon, shu davlatdan mobil bo'ling. Ha, voy, hozir men sizga lattezni olib bersam, keyin siz tekinxo'rlikka o'rganib qolasizmi? Psixologlarning aytishi bo'yicha. Voy, Umidaxon, yaxshimisiz? Voy, lekin men yordam bera olmayman-da. Hozir men yordam bersam, o'z kuchingiz bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Odamlar o'z kuchi bilan hamma narsaga erishish kerak. Psixologlar aytgan. Ayzaxon, murch uzatib oling. Ha, voy, psixologlarning aytishi bo'yicha, oyijon, hozir sizga murchni olib bersam, siz tekinxo'r bo'lib qolar ekansiz, bilasizmi shuni? Nima? Voy, qirg'izlar. Hoy bolalar, qozon bilan o'chon olib kelinglar, bo'lmasam sumalakka ulgurmaymiz. Olib kelinglar, tezda. Qizlar biza keldik. Voy, Aziya shu ekan. Charchab ketdim. Ko'tarishmaysanlarmi? Bozorda mana haqqim qoldi. O, meni pulim bor yo'qolsan, suvga qara. Bor. Umidiga qaramalaring-ku. Qizlar kim nima ovqat qiladi? Men salat qilaman. Unda men Durdona bilan idishyapman. Men osh qilaman. Ish qilib osh qilishni eploliysanmi, Azi? Biz boraman. Aziya, oshga meni ham mehrim solsanmi? Bor, turishi. Suvni kamroq sol. Hoy sizlar yaxshilab siqinglar, xo'pmi? Xo'p, siz. Qara, shundoq o'rtaga qo'ysin. Ustozlarni bolalarni qarang, prosta tak turibdi, sumaliga tosh tepib ketsin. Hoy, Avsus! sumalakka tosh tepib kelaring, tez bo'llaring. Men olib kelaman. Mash tosh bo'ladimi? U toshini Ayziga ber, oshiga soladi. Nimalaring? Bolalar o'tin tugabdi, o'tin olib kelinglar. Ey, men o'tin chiqib kel oling. Aziya bugun qolasanmi? Yo'q, itim ruxsat bermadi. Bola kechqurun kino ko'ramsan? Inisi ko'raylik. Bori, qo'ttilan kinosini ko'raylik. Yosh bolalarga sotmaydi-ku. Ha! Bolalar ketdi, qizlar manikyur qilamiz. Chiroyi buzolmayman. Kleopatra o'zimmi? O'ynayman jetdi Kleopatra. Mana rasmi chiqdi ekan. Daraxt rasmi mana Yo, tunaqish bo'lish kerak. Qavus darbikin, ha? To'xtanglar. Sumalak chiqdi. Sumalakning rasmi. Boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Voy, kaltim ha? Qatga qo'ydim ha? Aloyi. Alo, men senga necha marta aytganman, menga qo'ng'iroq qilma, men o'rtoqlarim bilan choy ichaman. Oyi, meni kalitimni ko'rmadingizmi? Topolmayapman. Qanaqa kalit? Nimaga kalitni mendan so'raysan, ha? Men elga qilib qo'yganman, o'sha yerdan kalitni olgan deb. Sen xayoling qayerda? Yo, sevib qolganmisan? Tunov kuni ham telefoning qidirib yurgan eding. Tinchlikmi? To'xtab tur, sen qayerga ketasan? Soat 5 bo'ldi, ha? Syomkaga ketaman, oyi. Syomkada pishirib qo'yibdiman. Hech qanaqa syomka yo'q. Uyda o'tir, pishiriqlarni o'rgan. Ovqat pishirishni o'rgan. Ana mana erga tegadigan qizsan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Hech qayerga bormaysan. Kalitni qidirib top, rasmga tushirib menga tashagin, tushundingmi? Men nima qildim o'zi? Prosta so'radim-ku. Kalit yo'qotmayman o'li. Bir dona bo'lsang mazzada. Voy mani asal qizim, ko'z tegmasin go'zalligingga. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz biz. Seni Allohdan tilab so'rab olganmiz. 6 yil farzandimiz bo'lmadi. Seni bizga ne'mat qilib jo'natdi Allohim. Gard yuqtirmayman, hech qachon urushmayman. Umring uzoq bo'lsin. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, onam.
tushmagur, nima qilib qo'yding? Bu 200 dollarlik ko'ylak bo'lsa, hali biror marta kiyganim yo'q. Oyi, qiz tushmagur. Oyi, siz meni yaxshi ko'rasiz. Siz meni zo'rg'a topgansiz, Xudoyimdan tilab topgansiz. Yaxshi ham men tug'ilib qolganman. Oyi, qancha bitgansiz mana. 6 yil deganda tug'ilganman, bitta qiz mana. Oyi, oilada siz meni rosa ham yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Oyi, siz meni yaxshi ko'rganingiz uchun har kuni oldingizga olib yotasiz. Hammada qiz bolasiz, men sizga kerakmi, oyi? Oyi, siz menga gap yo'qtirmaysiz, oyi. Qo'lim shunaqa og'rib qoladi agar hozir ursa. Menga bu narsa bo'lsa chidamaysiz. Jon, oyi, iltimos, oyi. Люди обзываются, что мы две почемучки. Menga qara qizim, anchadan buyonchi ana uylarni yig'ishtirmagansan. Kirlarni olasan, sushilkaga qo'yasan. Sushilkadagi kirlarni hammasini olib, boshqatdan utigilab, joy-joyiga qo'yasan. Pollarni artasan. U kuni artgan polning umuman dabdala. Juda ham uyaldim. Men kelgan sovchilardan uyaldim. Chinni chiroq bo'lsin. Kuxnyaga kir, posudalarni yuvgin, hammasini toza keyin, polkalarga terib taxlab tashagin. Tushundingmi? Plintusni art, mebellarni art, tog'chalarni art, chang qolmasin. Mana bu oynani ham art. Tushundingmi? Tushundim. Assalomu alaykum. Kelmasizmi? Bo'ldi, hammasi qilib qo'ygan, moy bo'ldi. Bo'ldi, bemalol kelavering. Bo'pti-ana, xo'p. Run. Qizim hamma yo'lni chinidek qilsan. Voy, asal qizim, yig'ishtirib qo'y. Voy, asal qizim-ey. Basharing ko'rmasin, san qizni. Shunda ham onajonlarimiz yomon tilak bildirishmaydi. O'rta, senga muhim aytadigan gapim bor. Men bitta bolani yaxshi ko'rib qoldim. Har kuni birga telefonda gaplashamiz. Meni har xil joylarga olib boradilar. Shunaqa ular bilan baxtliman. Rasmini ko'rsat. Mana. Voy, o'rtog'im men bilan ham yurgan. O'rtoq, men ularni sevaman. Voy, men ham yaxshi ko'raman o'rtog'ini. Endi nima qilamiz? O'rtoq, sen uchun undan kechdim. O'rtog'im sen-ku. Yaxshi ko'raman. Rostami? Bitta yigit zalkamasku sen uchun. Sen nima qilmoqchisan? Biz dugonamiz-ku, to'g'rimi o'rtoq? Men uchun kechding o'sha bolani. Men sendan kechaman. Dal shu bundan buyog'i og'zingdagi oshingni oldirib yurur. Maktab payti yaxshi edi. Maktabda bitta xonada o'qirdim. Institutda korpus xona qidirib yuraman. Darslar 45 minut bo'lardi. Bu yerda 1,5 soatga oyoqlarim og'rib ketdi. Bufetga kirsam, bir dunyo naynov yigitlar o'tiradi. Bittasi joy beraman demaydi. 2 dona xonim olish uchun mana shu talpani ichidan o'tish eng azoblisidir. Tavba, birinchi kurslarni umuman mesishmaydi. Na 2-chi, na 3-chi, na 4-chi kurs keling, joy beraman, keling ovqat olib beraman demaydi. Maktabda hamma mehribon, baribir maktab davri yaxshi edi. Agar 3 para dars qoldirsang, dekanat sani ota-onangga telefon qilib, shampun, parashok qo'shib ko'pirtirib sani yomonlaydi. Baloga qolib ketasan. Maktabda xohlaganicha dars qoldirarding. Hech kim senga indamasdi. Qaytangi ota-onang sani tarafini olar edi. Maktab davri yaxshi edi. Yana kamiga bir para darsga 12 varro atrobotka yozasan. Qachon darsiz vaqt o'tib qo'ygansiz? Jonimga tegib Ketdingiz-ku, nima haqqingiz bor menga gapirishga? Menga ota-onam bunaqa gapirmagan, xo'pmi? O'ylabroq gapiring bundan keyin gapirsa. Agar yana bir marta men narsalarga tegib gapiradigan bo'lsangiz, men Ana, mashtaq qilib gap qaytarsan, kursdoshlaringni oldida takoy bo'lasan. Ochko ishlaysan-da. Sessiya payti kelganda esa domla seni bir tinga ilmaydi. Ishlagan ochkolaring ham yordam bermaydi. Shuning uchun maktabni qadriga yetinglar, azizlar. Princesa, не stresa.